Bo'g'iq shamoldan nalogini oldidan to'sin 2 kvadratli 3 xonali kvartirani sotuvga chiqqan. Hozir bizlar mehmonxonada turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Devorlar полностью atachelda qilingan, mehka zona va kvartiramizning balkoni ham bor do'stlar. Ana endi keling boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda prixoja bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi, shetlari yevromontaj qilingan. Ana endi bitta-bitta xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu xonamiz bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ko'rishlaringizdek hamma mebel jihozlari bor. Faqat kirib yashash kerak. Kvartiramizda kadastr bor, bir kunda ichida afros qilib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kvartiramiz полностью двухконтурный kotел o'rnatilgan. Cho'pilpollar qilingan. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda ichida afros qilib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda ham ahamiyat bering. Hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Bu yer esa birinchi sanuzel bo'lyapti kvartiramizniki va bunisi ikkinchi sanuzel. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyonda bo'ladi, videoni tanishlarga borib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.